Joriy yilning 18-yanvar kuni O'zbekiston Respublikasining shimoliy hududi Xorazmda Urganch-Xiva yo'nalishida 35 kilometr uzunlikdagi O'zbekistonning birinchi pullik yo'li qurilishiga start berilgan edi. Va oradan o'tgan 8 oy ichida o'zbekistonlik yo'lchilar o'z zimmalariga yuklatilgan vazifani bajardilar. 35 kilometrlik yo'l. Avtomobil yo'llari to'g'risidagi qonunning yangi tahririda pullik yo'l unga muqobil yo'l bo'lsagina qurilishi haqida aytib o'tilgan. Mana bu yo'lga muqobil yo'l Urganch-Xiva yo'nalishida mavjud edi va 35 kilometrlik pullik yo'l o'z ichiga nimalarni oladi degan savolga javob beradigan bo'lsak, 35 kilometrlik yo'lning ichida bitta yer osti tonneli, 8 ta yo'l o'tkazgich, 15 ta ko'prik va 106 ta suv o'tkazish inshooti mavjud. Asfalt qoplamasining qalinligi 87 santimetrni tashkil etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 12-fevraldagi 54-sonli qaroriga asosan qurilishi belgilangan Urganch-Xiva pullik avtomobil yo'li mahalliy quruvchilar uchun yo'lsozlikning yangi zarvarag'ini ochib berdi. O'zbekistonda ilk bor mutlaqo yangi bo'lgan yo'nalish pullik yo'l qurilishiga kirishildi. Allaqachon haqiqatga aylangan pullik yo'l qurilishi odatiy standart yo'llardan moliyalashtirish manbasi, sifat va tezlik talablarining qat'iyligi, raqamli boshqaruv tizimlarining majburiy qo'llanilishi bilan farq qiladi. Kuni kecha qabul qilingan avtomobil yo'llari to'g'risidagi qonunda belgilanganidek, yangi Urganch-Xiva pullik avtomobil yo'liga muqobil ravishda D215 Urganch-Xiva shahri bepul avtomobil yo'li ham mavjud bo'lib, bu yo'ldan foydalanuvchilar uchun tanlov imkoniyatini beradi. Birinchi A toifasidagi mazkur zamonaviy trassa 4 tasmadan iborat bo'lib, har bir harakat tasmasining kengligi 375 metrni tashkil etadi. Hisobiy harakat tezligi soatiga 150 km qilib belgilangan. O'tkazuvchanlik qobiliyati sutkasiga 30 mingta avtotransport vositasiga to'g'ri keladigan yo'lning boshida 3 ta kirish-chiqish terminallari o'rnatilgan. Buyurtmachi tashkilot Avtomobil yo'llari qo'mitasi huzuridagi umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini qurish va rekonstruksiya qilish direksiyasi bo'lib, loyiha ishlari Yo'l loyiha byurosi MChJ tomonidan ishlab chiqildi. O'zyo'l ko'prik klasterining Toshkent viloyati filiali pudratchiligi ostida tizim tashkilotlaridan jami 4 mingdan ortiq ishchi mutaxassislar va 2000 ga yaqin yo'l qurilishi texnikalari jarayonga jalb etildi. Konsultant idora Turkiyaning Temel Suv kompaniyasi. Loyiha qiymati 1.8 trillion so'm. 35 kilometr yo'lning 1.1 kilometri Urganch shahri, 11.6 kilometri Urganch tumani, 3.7 kilometri Qo'shko'pir tumani, 16.7 kilometri Xiva tumani va 1.9 kilometri Xiva shahri hududidan o'tgan. Ortda qolgan 8 oy va yo'lsozlikdagi ushbu yangi yo'nalish mahalliy yo'lchilar uchun katta tajriba hamda ulkan maktab bo'lib xizmat qildi. Texnikamiz ham, mutaxassislarimiz ham yetarli. Turkiyadan konsalting kompaniya yollaganmiz. Uni ham mutaxassislari bizada ham loyiha jarayonida, ham laboratoriya jarayonida, ham ish jarayonida bizlarga ham yordamchi, ham nazoratda turib beradi. 35 kilometr pulli yo'limiz o'z ichiga sun'iy inshootlarni, temir yo'l ustidan o'tgan ikkita yo'l o'tkazishimizni, keyin hayvonlar o'tish joylari, terminallar, 3 ta terminalimiz bor. Zamonaviy sun'iy intellekt bilan ishlaydigan inshootlar bilan jihozlangan. Turklar hozir loyihani boshlangan bosqichidan oxirgi bosqichigacha xalqaro konsultantlar vazifasini bajarib kelyapti. Ya'ni bular o'zini tavsiyalarini o'sha loyiha boshlanishidan oxirigacha berib kelishyapti. Masalan, hozirgi kunda yo'l poyida ishlar boshlangan bo'lsa, yo'l poyi bo'yicha o'zining tavsiyalarini berib kelyapti. Masalan, birinchi tavsiyamiz ko'rib turgan geosetka mahsulotimizda shu turklarni tavsiyasi asosida amalga oshirib kelinyapti. Zamonaviy drenaj sistemalarini tavsiya etgan. Hozir buni ham qurish ishlari amalga oshiriladi. Mazkur yo'l zamonaviy muhandislik talablari asosida loyihalashtirilgan bo'lib, yuqori yuklama, uzoq xizmat muddati va xavfsiz harakatni ta'minlashga qaratilgan. Yo'lning yuqori qatlamlariga issiq iqlimga chidamli, maxsus modifikatsiyalangan bitum aralashmasi yotqizilgan bo'lib, yo'l qoplamasining umumiy qalinligi 87 santimetrni tashkil etadi. Kelishma laboratoriyasining asosiy funksional vazifasi bu noldan boshlanadi. Tuproqni gruntdan kesib olinishdan boshlanib, o'sha poydevori kesib olingan tuprog'imiz ishligi hozirgi reglamentimizga to'g'ri keladimi, yo'qmi? To'g'ri kelsa, ularga ruxsat berib, keyingi navbatga o'tkazishga ruxsat beradi. Odamlar o'ylaydi, shu asfaltni shunday olib kelib yotqiz deb o'ylaydi. Yo'q, biz karyerga borib o'rganamiz. Qumni o'rganamiz. Qumni tarkibida necha foiz chang bor, uning drablonisi qancha? Bosqichlarimiz bor, o'sha bosqichlarni bosib o'tmay asfalt zavodga
o'zidan o'zi asfalt ishlab chiqara olmaydi. Bizani markaziy sinov laboratoriyamiz 40 dan ziyod xodim ishladi. Men bu obyektdan boshqa obyektlarga nisbatan ko'p narsa o'rgandim. Bu xalqaro bo'lgani uchun, jahon standartlari talablari asosida bo'lgani uchun ko'p narsa o'rganib, ko'p narsani o'zim uchun kelgusida yo'llarimizda ham, qurilish montaj ishlariga ham buni jalb qilib, o'zimni o'rganganimni foydalanishga harakat qilaman. Zamonaviy pullik yo'l harakat xavfsizligini ta'minlaydi. Mavjud D215 avtomobil yo'lidagi tirbandlikni kamaytiradi. Qatnov vaqtini qisqartiradi. Hududning turizm va logistika salohiyatini kuchaytiradi. Intellektual transport tizimi orqali raqamli boshqaruv va nazoratni ta'minlaydi. Xorazmliklar uchun katta imkoniyat eshiklarini ochayotgan mazkur o'zgarishlar ushbu zaminga sayyohlar e'tiborini tortish barobarida uning investitsiyaviy jozibadorligini oshirishga ham xizmat qiladi. Yo'l obod, yurt obod. Avvalgi yo'llar o'ng'ir, cho'ng'ir, bu yerlarda tasavvur qilib ham bo'lmaydi. Boshqa qishloqlardan, respublika ham boshqa qishloqlardan bizlarni ko'rib turibsizlar. Yo'llar obod bo'lsa, qishloq obod bo'ladi. Qishloq obod bo'lsa, yurt obod bo'ladi. Bundan yo'l tushimizdan ham kirgan emas. Hayolimizdan bo'lgan emas. Bu avval Alloh taolani hukmi bilan qolaversa prezidentimizni mashaqqatli mehnati bilan ro'yobga chiqdi. Respublikada birinchi yo'l bu. Pulli yo'l. Bunday yo'l yana Xudo xolasa boshqa viloyatlardan bo'ladi deb ishonchim bor. Prezidentimiz yana bir gap bor. Necha yil ishlagan bo'lsam ham Xorazm chetda qolib yotiradi deydi. Shu yilda faqat Xorazmga qarayman de. Televizorda bizni guvohi. Ana shuni hosilasi bu. Prezident uzoqni yaqin qiladi. Ikkinchidan avariya bo'lmaydi. Qilish bo'lmaydi. Tez boramiz, tez qaytamiz. O'zgarishlar katta, rahmat. Prezidentimizga juda katta rahmat. Mana respublikada birinchi marta pulli yo'l bizni Xorazmda boshlandi. Buni o'zi ham katta, xorazmliklar uchun katta faxr tuyg'usini beradi. Chunki yo'l infrastrukturasi rivojlanmasdan turib iqtisodiyotni rivojlantirish qiyin. Chunki hamma narsa infrastrukturaga bog'liq. Yo'l yaxshi bo'lsa, elektr energiya ta'minoti bo'lsa, suv ta'minoti bo'lsa, bu kanalizatsiya tizimlari ishlasa, albatta tadbirkorlikni rivojlantirish uchun katta keng imkoniyatlar ochiladi. Mana shu yo'l qurilishini ko'rib o'zim havas qilyapman. Bunday katta qurilishlarni qilish uchun oldin O'zbekistonimizda mustaqillikka erishgan dastlabki paytlarda katta imkoniyatlar yo'q edi, to'g'risini aytsak. Chunki bozor iqtisodiy mexanizmlari hali ishga tushmagan edi. Men o'zim shu sohada davlat hokimiyat tizimlarida ishlagan sifatida, iqtisodchi sifatida juda yaxshi bilaman. Oddiygina bir kichik mana shu ichki yo'llarni tuzatish uchun ham mahalliy byudjetlarda mablag' yetishmas edi. Mana Xudoga shukr, bugungi kunda iqtisodiy mexanizmlarning ishga tushishi, tadbirkorlikni katta rivojlanishi, yangi katta loyihalarning, investitsiyalarning respublikaga kirib kelishi bu juda katta qulayliklar yaratdi va byudjetimizdan, moliyaviy ahvolimizni ham juda yaxshi ahvolga olib keldi. Buning natijasida mana katta qurilish yo'llar bo'lyapti. Mana Urganch Nukus yo'nalishidagi 80 kilometrlik yo'limizdan qurilishi boshlanib ketdi. Bu qilayotgan har bir ishimiz hammasi bu xalqimiz uchun bu. Bu xalqimizga yaxshi imkoniyat yaratib berish, yashash uchun unga qulay sharoit yaratish, tadbirkorlik qilish uchun umuman olganda hammasi xalq manfaatini ko'zlab qilinayotgan ishlarimiz bu. Buning uchun biz xorazmliklar, biz nuroniylar hurmatli prezidentimizdan minnatdormiz. Oldin ko'pincha kelayotgan investorlar o'ziga qulay bo'lgan, markazga yaqin bo'lgan hududlarda investitsiya kiritib katta ishlar qilayotgan edi. Endi bu prezidentimiz, hurmatli prezidentimiz mana shu xorazmliklar umuman barcha hududlar uchun ham katta investorlar uchun imkoniyatlar, yangiliklar yaratib berayotgani sababli biz Xorazmga ham investitsiya qilib, yangi korxonalar, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini rivojlantirish bo'yicha katta ishlar olib boryaptilar. Bularning hammasi mana bu olib borayotgan davlatimizning to'g'ri siyosatining mahsuli deb bilish kerak buni. 18-avgust o'zbek yo'lsozlari uchun tarixga muhrlangan sana. Mamlakat rahbari Xorazm viloyatiga tashrifi doirasida Urganch-Xiva pullik avtomobil yo'lida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishdi. Zamonaviy talablar va xalqaro standartlarga moslab qurilgan mazkur yo'lda qisqa muddatda amalga oshirilgan ulkan bunyodkorlik ishlarini yuqori baholadi. Fevral'de başladığımız zamanlardaki halleri biliyorsunuz, o günkü iklim şartları, arazi şartları ve şimdi bugün bu hale geldi bakın yol.
ve 7 ayda bu hale gelmesi hakikaten başarı. Gerçekten de büyük başarı. Ve bundan sonra da zaten bu tür projelerde çok daha planlı, çok daha düzgün, bunun da üzerine kaliteyi sürekli iyileştire çok daha güzel projeler burada yapma şansı var. Urganch-Xiva yo'nalishidagi 35 kilometr pullik yo'lni qurish vazifasini yil boshida boshlagandik. Mana Xudo xolasa o'sha yo'lni foydalanishga topshirish jarayonidamiz. Hamma o'zining qobiliyatidan kelib chiqib, o'shanga yarasha hammasi ishladi. 4000 ta odamdan yaxshi omma hammasi mehnat qildi. Hammasiga rahmat. Yo'l o'tkazgich ko'priklarda qiyinchiliklar bo'ldi. Endi baribir bularni yengib o'tdik. Biz shu sohani mutaxassisimiz. Topshirilgan vazifani o'z vaqtida Xudo xolasa mana bajaramiz ham bundan keyin. Pullik yo'l bo'yida xalqaro standartlarga mos xizmat ko'rsatish va servis punktlarini barpo etish orqali yangi ish o'rinlari yaratiladi. Trassadagi transport oqimi va to'lovlarni nazorat qilish to'liq sun'iy intellektga asoslangan raqamli tizimlar orqali amalga oshiriladi. Tizim yengil va yuk avtomobillari, shuningdek avtobuslar uchun to'lovlarni to'xtamasdan innovatsion terminallar orqali elektron shaklda avtomatik ravishda undirish imkonini beradi. Urganch-Xiva pullik yo'li davlatimiz mustaqilligining 35 yillik to'yi arafasida tantanali ravishda foydalanishga topshiriladi.